Bo'ldi endi izlamang do'stlar, baqalini oilada faqat piyolini o'lcham qilibla, mana shunday o'g'ishtirib qilish usulini o'rgatib qo'yay. Ichish usulimi bakladi bo'lib, bir qitim ko'rsangiz chuqum o'rganalaysiz. Samsugunish boshlaylik ketdik. Bugun tayyor qilganim kichik o'lcham do'stlar, ya'ni sap asaldan yarim piyola, shakardan yarim piyola. Jinglik sutma o'xshashlam yarim piyola bo'ladi. Ondan unga odatki biz oilada ishlatadigan uni ishlatsanlar bo'ladi do'stlar. Buningga bir chin un ishlatdim. Ondan bir piyola atrofida yong'oqni mana shunday ushshaq ezib olib, buningdan boshqa yana 3 tal tuxum, ondan boshqa povdafin bilan sudani mana ma'noda kichik qushukning quchida muvofiq qala tayyor qilib olsak bo'ladi. Ya'ni yarim piyola sap o'simlik may ishlatamiz do'stlar. Bugun ishlatganim bo'lsa, Al-Nuri Laborat hamkorligidagi xam ashyoni Ispaniyadan import qilingan haqiqiy alohida tunji siqim zaytun mayi. Hamda asal, sut, shakar va maylarni qo'yib, buni to'liq bir aralashtirib shakarni eritamiz do'stlar. Ma'nodagi oila dadanji bo'lsa texi yaxshi, bu bo'lmasa chuka yoki qo'shib aralashtirib olsak bo'ladi. Arqadan baya tayyor qilib olgan xurozning tuxumini chaqib, davomli aralashtirib, hamda baya tayyor qilib olgan bir chin unni to'kimiz, buning orqasidan povdafin va sudanni to'kitib, az deganda 10 minut atrofida davomli aralashtirib, unning qat'iy gadazir qilib qas bo'lmaydi. Quyuq suyuqligi men mushallatga kelgandan keyin ondan yong'oqni solib, yana bir aralashtirib etib, hamda buningga chunqurroq kelgan men ma'nodagi listin birini tayyor qilib, ichiga may qog'oz solgandan keyin cho'qim bir nechini o'rib qatlaridagi havolarni chiqarib do'stlar. Ustiga muvofiq holatda yong'oq sepib, kavshaning ustini 130 gradusda 40 minutdan 1 soat atrofida pishirsak, mana shunday o'xshagan nayti yumshoq chiqqan baqali tayyor bo'ladi. Oila cho'qim bir sinab qilinglar, qilish men shunchalik oddiy do'stlar. Oxirida men ishlatgan zaytun meli lozim do'stlar. Har qaysi nay shaharlardagi Al-Nuri va Laborat maxsus setish do'konlaridan setib olsanglarmi yoki mening bosh betim kirib serqarordan setib olsanglar bo'ladi. Qo'llagan do'stlar, rahmat. Bo'ldi endi izlamang do'stlar, baqalini oilada faqat piyolini o'lcham qilibla, mana shunday o'g'ishtirib qilish usulini o'rgatib qo'yay. Ichish usulimi bakladi bo'lib, bir qitim ko'rsangiz chuqum o'rganalaysiz. Samsugunish boshlaylik ketdik. Bugun tayyor qilganim kichik o'lcham do'stlar, ya'ni sap asaldan yarim piyola, shakardan yarim piyola. Jinglik sutma o'xshashlam yarim piyola bo'ladi. Ondan unga odatki biz oilada ishlatadigan uni ishlatsanlar bo'ladi do'stlar. Buningga bir chin un ishlatdim. Ondan bir piyola atrofida yong'oqni mana shunday ushshaq ezib olib, buningdan boshqa yana 3 tal tuxum, ondan boshqa povdafin bilan sudani mana ma'noda kichik qushukning quchida muvofiq qala tayyor qilib olsak bo'ladi. Ya'ni yarim piyola sap o'simlik may ishlatamiz do'stlar. Bugun ishlatganim bo'lsa, Al-Nuri Laborat hamkorligidagi xam ashyoni Ispaniyadan import qilingan haqiqiy alohida tunji siqim zaytun mayi. Hamda asal, sut, shakar va maylarni qo'yib, buni to'liq bir aralashtirib shakarni eritamiz do'stlar. Ma'nodagi oila dadanji bo'lsa texi yaxshi, bu bo'lmasa chuka yoki qo'shib aralashtirib olsak bo'ladi. Arqadan baya tayyor qilib olgan xurozning tuxumini chaqib, davomli aralashtirib, hamda baya tayyor qilib olgan bir chin unni to'kimiz, buning orqasidan povdafin va sudanni to'kitib, az deganda 10 minut atrofida davomli aralashtirib, unning qat'iy gadazir qilib qas bo'lmaydi. Quyuq suyuqligi men mushallatga kelgandan keyin ondan yong'oqni solib, yana bir aralashtirib etib, hamda buningga chunqurroq kelgan men ma'nodagi listin birini tayyor qilib, ichiga may qog'oz solgandan keyin cho'qim bir nechini o'rib qatlaridagi havolarni chiqarib do'stlar. Ustiga muvofiq holatda yong'oq sepib, kavshaning ustini 130 gradusda 40 minutdan 1 soat atrofida pishirsak, mana shunday o'xshagan nayti yumshoq chiqqan baqali tayyor bo'ladi. Oila cho'qim bir sinab qilinglar, qilish men shunchalik oddiy do'stlar. Oxirida men ishlatgan zaytun meli lozim do'stlar. Har qaysi nay shaharlardagi Al-Nuri va Laborat maxsus setish do'konlaridan setib olsanglarmi yoki mening bosh betim kirib serqarordan setib olsanglar bo'ladi. Qo'llagan do'stlar, rahmat.